Chota mana shu nomer tanishda bor-ku, qaysi mashinada turgandi? Adashmasam Malibu 2 yoki Qora Gentra'da ko'rgandim. Adashmasam, agar bilsanglar yozib ketinglar. Bunisi ham o. BYD Hanna turibdi hozir 3.9 sekundda 100 ga chiqayotgan ekan. Akalar, xullas mana shu mashina sotilar ekan. Zo'r narxga kam probegli. Bunaqalarni topish hozir juda qiyin. Topsanglar ham sal qimmatroq topishingiz mumkin. Oldin mordalar polni broni plyonkalar qilingan, minishga tayyor xullas. To'rtta yangi balon topgan ekan yaqinda, mana narsalar ham turibdi. Brembo super tormozning sistemalari, бесключевой, слепой 360 lar bor, krugoy tonirovkaga ruxsatnoma 11 oy bor ekan. Luklari, mana oldin mordalar mana bu yoqgacha broni plyonkalar qilingan. Pamid sideniya, yaxshi akustika, salonlar laminatsiyada zo'r holatda turibdi. Salonda даже nakidkalari ham bor ekan. Abduf abagrifflar bor. Rangini ham qaranglar, juda вообще biznes klass mashina, katta monitor, YouTube'lar, programmalar qilingan. 33 ming bo'libdi endi probegi. Hidab displeyigacha bor. Rulda abagriff ham bor. Barlar polni mashina, biznes klass, yaxshi qimmat polik, original. 100 necha dollar turadi poligi ham. Orqasida ham biznes klass monitorlar bor. Yandexlarga ham bemalol chiqib bosib yuribdi. Zo'r holatda turibdi xullas mashina akalar. Bosim minayotgan joyi 3.9 sekundda 100 ga chiqayotgan, 610 km zapas xod bo'ladi. Narxi 31600. Top toza mashina, absolyutni bamferlargacha radnoy ekan. Qiziqqanlar bo'lsa, bosinglar akalar.